Yaqin soatlar ichida siz yog', tuz, shakar, oqsil, mikrob va bakteriyalar, zamburug'lar, turli o'simliklar va hayvonlarni, hattoki butun ekotizimni yamlamay yutasiz. Lekin sizlardan bittagina iltimos, bittagina. Ularni yemang. Hazillashyaptim. Rohatlaning. Tatib ko'ring. Lazzat bilan oling. Og'zingizga qo'ygan har bir luqmani his qiling. Kechirasiz. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Gapimni tugatib olsam, maylimi? Rahmat. O'tiring. Xonimlar va janoblar, kutib oling, yordamchi oshpazimiz Jeremy Loudon. Navbatdagi taomni Jeremy yaratdi. Uning nomi tartibsizlik. Uning asl vatani Sparks, Nevada. Jeremy Hayt bog'idagi pazandachilik institutida tahsil olgan. Juda yaxshi yigit. Ammo zo'r deya olmayman. Xonimlar va janoblar, 4-taom tayyor. Yordamchi oshpaz Jeremyning tartibsizligi.